Hammalarga assalomu alaykum qadrdon obunachilar. Bugun 4-kun, ya'ni payshanba va bu kunda biz FC Mobile'ga World Games degan xullas ismi nima edi? Tak. Xullas, ishqilib Sabita qo'shildi, Sabita qo'shildi. Kim? Zabarni? Да 115 Zabarni. Okey, нормально. Так, okey. Mana ko'rib turishinglar mumkin, o'zimizning faxrimiz Abduqodir Husanov kelgan va Ibi nima bot ochilmadi? To'lib ketdi. Walkout. Colombia. Nap. Colombia. James. James Rodriguez bo'lyapman. Ну, нормально 116. Zato workoutini ko'rib oldik. Okey. PSG YouTube'da mana shu o'yinni jonli efirda ko'rdim. Lekin yaxshi bo'lardi. Tak. Забрать все. 9510 mingta berdi. Mana sizlar nimalar hali achab turibdi. Men o'tgan hafta ko'rdim, hech kim kirmagan ekan. Mayli, bugun qilamiz. Men bitta obunachim bilan nima qilganman? Post qo'ydim, o'shanga yozibdi, ikkita obunachim. O'sha bilan qilamiz. Ko'rib turishinglar mumkin. Abduqodir Husanov 118. Bu juda ham zo'r, do'stlar, juda ham zo'r. Okey, endi bu yoqqa o'tsak. Xvicha Kvaratskhelia. Nuno Mendes. Karel hozir men qayerdandir yig'ib ochaman deyapman shuni. Qanaqa bo'lib o'zgarib ketdi? Nima bu? Okey, tak. Yana nima? Mana bu eng mazza qiladigan joyi mana shu. Bittami? Voh, faqat bitta berishardimi? Alohida qilib chiqishganmi nima? Okey, 5 ga tushib qoldik. Eng mazza qiladigan joyi mana shu 16 ta 5 kerak edi. Nimaga unaqa beryapti? 16. Mana yig'ildi. Xullas qaranglar. Hozir sizlar bilan bomba bo'ladi. Ishoninglar, juda ham zo'r bo'ladi. Mana o'zi 100 ta qoldi. Tak, bitta olamiz. Yaxshi. Samochetga bersin. Yaxshi. 30 mingta bo'ldi, do'stlar. Xullas, bomba uchun keys qilaman, deymanmi? Qilaman. Qaranglar. Hozir nimaga kirib chiqaylik? Yomon ketadi lekin. Hozir o'pingiz 30 mingtaga ochamiz. Tak, menga hozircha 30 unaqa qiziq emas, chunki 45 mingta kerak. O'shaning uchun oddiy o'sha paklardan ochamiz. Tak, resurs bittadan oddiy paklar. Ana olsammikin, olmasammikin. Mana. Snager, Sanjar qo'shilibdi xullas. Yana bitta olib qo'yamiz. Rahmat. Juda ham zo'r. Okey. Tak, liga bu yoqqa o'tamiz. Yana bitta draft token. Let's go. Namuncha mazza draft token olib o'tiraverasan. Har kun kirganimizga shunaqa qilsam mazza bo'ladi. Okey. Tak. Bo'ldimi? Ochaveramizmi? Mapga ham kirib qo'yishimiz kerak-ku. Wow, 119 Son Heung-min. Xullas, do'stlarim, men Telegram kanal ochdim. Silkasi описаниеda bo'ladi. O'tib qo'shilib qo'yishinglar mumkin. Let's go. Tak. Men mana shu Rivaldo mashinani ochmoqchiman.
Bular mana shu qimmat. Bu qancha ekan? Bu ham 4000likdan ekan. Mana shuni ochganimiz yaxshi endi. Bu mana shu 4000likdan bo'lar ekanda. Bo'pti. Tak, birinchi birlik kelgan 10 000. Yo'q, sразу 10 000lik. Talashib tortishib o'tirmaymiz. Ketdi, 102-ro'yest. Iltimos, yaxshi o'yinchi ber. Qanaqa davlat? Oy, 115. O'zbek futbolchisi. Kim bu? Eshmurodov. Yo, zato o'zbek futbolchisi. Erkinov. Erkinov tushdi. Yo, o'zbek futbolchilari ko'p ekan. Men bitta faqat Husanovni bo'ldim. Let's go. Okay, yana 3 ta stop. Mana bitta 2000 taga beradi. Tak. Bitta 2000 taga beradi. Aqlli ishlatish kerak-da. Tak, keyingisiga maqtan ana Chempionlar Ligasidan bitta bosib qo'yamiz. Eng zo'r nima? Ketdi bittaliga. Yana Hojimat Erkinov. Tak, okey. Oy. Menga bitta Hariken kerak. Ketdi. Kim bu? Tut yurgan qiziqi. Tutdan bir şansı var bunu. Pastagi World Games'dan ham berishlari mumkin ekan. Hali 3 minut vaqt bor. O'shaning uchun mablag' ko'rishtirib o'tamiz. Tak. Okey. Wow, bu yerda mana shunaqa narsalar, buni keyin o'rganib chiqish kerak. Bu yerda bizga Jude Bellingham tushuntiryapti. Okey. Tak, oboshi deydimi? Dinamichskiy oboshi. Wow, bu ko'tariladimi yoki? 1000 ta berdi podarkaga olaversam bo'ladimi? Olaverdim. Okey. Shunda endi bittasini olamanmi? Tak. Bitta Havertz'ni olganimiz yaxshi menimcha. Nimaga? Keyin ko'ramiz xullas. Kumiram ochilgan ekan. Kumirdan olmasak bo'lar ekan. Yo'q. Bitta normalniy davlatlisi kerak-da. Tak. Yo'q. Polzashtada tak. Bellingham bo'lsa olardim. Dani Olmo bor ekan. Ispaniya ham yaxshi ketadi lekin. Tak. Lekin sal kutib turish kerak, chunki baribir ertaroqdan olib qo'yib risk qilgan sal bo'lmaydi. Wow, avvalgi kim Messida bo'lsa mashina avval qo'shgan. 2000 tak. 2024-yil qo'shishganda. 30 tekinga berib ketaverar ekan. Navbatda o'ynasak ham 30 ta tekinga beradi. 50 ta berar ekan. Bitta bosib ko'ramizmi 100 taga? Tak. O'zbekiston bormi bu yerda? O'zbekiston yo'q ekan. Okey. Tak, bu yerga o'tamiz. Xroniki. Wow, meni kumirim Zidan. Turam. Kartishkalarni olsa bo'lar ekan. Yo. 116 tekinga beradi. Nechcho себе. Okey. Tak. Menimcha hamma narsani ko'rib bo'ldik. Bu turnirni ko'rganmiz. Braziliya oddiy demosi sezon. Okey.
Tak, baribir bu yerda mana bilan olsa bo'ladi. Tak. Wow, уже 10 minut bo'lib ketibdi. Okey, transferdan bitta ko'rib olaylik. Husanov qanchaga turadi? Uy. Qancha narxlar bo'lib yotibdi bu yerda. Husanov lekin olishim kerak. 14 mingtaga olaman, ishoninglar. Olaman mana shu bolani. Olamanda nimaga qo'yaman? Shorts qo'yaman. Ko'rib turishinglar mumkin. Bugun mayli deymiz, yaxshi o'yinchi ushlamadik. Mana bu Husanov, Shomurodov ham bor, lekin o'zbek futbolchilari normalniy ko'p ekan. Mana bu kirib O'zbekistonda yozib ko'raylikchi, qancha futbolist bor ekan. 11 tasi ham bo'lsa O'zbekistonning sostavini tuzardim. Tak. Ibi ketmadimmi? Yo'q. Endi-chi. Mana. Let's go qani. Wow. Mazgovoy ham bor ekan. Nimaga bu futbolistimizni ismini rasmini tushirishmagan? Okey. Tak, Erkinov, Mazgovoy, Shomurodov, Husanov, Elmurodov. Okey. Hali Yusupov qo'shilmabdi, lekin qiynalib o'tiraman. Bitta o'zi nimani O'zbekiston terma jamoasi bor. Mana screenshot olib qo'yishinglar. Lekin nimaga Masharipov yo'q? Masharipov yo'q, do'stlar. Nimaga yo'q? Nasrullayev ham bor ekan kerak bo'lsa. Okey, xullas. Bu videomiz mana shu joyda tugadi. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozib. Xullas kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.